la azidannakum degan Alloh taolo. Agar sizlar shukr qilsanglar degan. Nimaga shukr qilsak? Berayotgan ne'matlariga, ya'ni bizga berayotgan imkoniyatlariga, ne'matlariga shukr qiladigan bo'lsak, la azidannakum deb turib qasam o'ziga qasam ichib, men ziyoda qilib beraman deydi. Va la in kafartum fa innalloha shadidul iqob deydi. Agar sizlar kofir bo'lsanglar, Alloh taoloning azobi qattiq deydi. Ya'ni kofir bo'lishlik qanday bo'ladi? Berayotgan ne'matini o'zidan deb bilishlik, yoki puliga suyanishlik, yoki kuch-quvvatiga, yoki tanish bilishiga va hokazo o'zidan deb bilishlik. Meni o'zimdan deb bilishlik. Mana shu endi Alloh taoloning ne'matiga kufr keltirishlik bo'lib qoladi-da, Alloh taoloning azobi qattiq bo'ladi. Alloh taolo mana sizlarni millionlagan odamlar orasidan mana tanlab olib kelyapti-da bu joyga. Hammani ham olib kela olmaydi misol uchun. Hammaniga ham nasib qilgan yo'q. Bu joyga kelayotgan narsa, sizlarga olib kelib qo'ygan narsa, bu faqatgina Alloh taolo rizqingni yozgani xolos. Yonlaringda pullaring bu sababchi. Yoki sizlarga jo'natishga sababchi bo'lgan odamlarga gaplashib berganlar ular sababchi xolos. O'rtadagi vasila bo'lib turgan odam narsa xolos, ya'ni mahrum. Endi haqiqiy nima? Rizq. Bu rizq Allohdan. Mana shu joyga kelishimiz, bitta guruhda bo'lishligimiz, bitta avtobusda, bitta xonada begona odamlar bilan turishligimiz ham mana shu ham rizq. Endi biz rizq desa, ba'zilar misol uchun yeb ichishlikdan tushunib qolamiz u. Lekin rizq mana shu joydan havosidan nafas olishligimiz ham rizq. Endi bu joyda namoz o'qirkanmiz, mana 1000 barobar deb aytdik. Iloji boricha 5 vaqt namozda shu joyda o'qishlikka harakat qilaylik. Chunki mana Alloh taolo qodir qilib qo'yibdi va bo'lib ham bu joyda mehmonmiz. Bo'lib ham Masjidun Nabaviyda o'zi 2 kecha 3 kunduz bo'lamiz xolos. Sanoqli namozlarga chiqamiz xolos. Bu joyda payg'ambarimiz aytganlarki, o'zi al-Madinatu fiha sakina deganlar. Madinada bu sakinat bor. Bilasizmi, xotirjamlik. Makka unaqa emas. Hozir tinch chiqaring, xotirjam. Makka unaqa emas. Makka harakat rejimi ko'p, shovqin.